Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli va ko'pchilikni xavotirga solayotgan mavzuni ochiq tushuntiraman. 60 yoshdan keyin odamni davolashmaydimi? Shifoxonalar keksalarni qabul qilishdan bosh tortyaptimi? Maxfiy buyruq bormi yoki bu odamlar orasida tarqalgan qo'rquvmi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz bor. Ertaga esa o'zimiz ham shu yoshga yetamiz. Men bu mavzuni hissiyot bilan emas, mutaxassis sifatida qonuniy va amaliy tomondan tushuntiraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring, chunki men sizga qachon shifokor rad etishga haqli emasligini, qaysi holatlarda odamlar noto'g'ri tushunib qolishini, qanday shikoyat qilish kerakligini va hujjatlarni qanday yig'ish zarurligini aniq aytaman. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ko'pincha o'z huquqini himoya qila olmaydi. Avval vaziyat qanday edi? Ilgari ham tibbiyot tizimida navbat joy yetishmasligi, yo'llanma masalasi, ayrim shifokorlarning sovuq munosabati bo'lgan. Lekin odamlar ko'pincha buni shaxsiy holat deb qabul qilardi. Masalan, bugun joy yo'q ekan, bu shifoxona qabul qilmadi. Shifokor boshqasiga yubordi deb o'ylardi. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlarda bir-biriga o'xshash shikoyatlar ko'paygani uchun odamlar, demak, 60 yoshdan keyin davolashmayapti. Yuqoridan ko'rsatma bor. Keksalarga davo ajratilmayapti degan xulosaga kelmoqda. Men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Tibbiyotda yosh muhim omil, lekin yoshning o'zi davolashdan bosh tortish uchun asos bo'la olmaydi. 6 yosh, 70 yosh yoki 60 yosh odamning davolanish huquqini bekor qilmaydi. Shifokor bemorning umumiy holatini, tashxisini, xavf darajasini, yurak-buyrak, jigar, qon bosimi, qandli diabet, nafas yetishmovchiligi kabi omillarni baholaydi. Ba'zi muolajalar keksa odamga xavfli bo'lishi mumkin. Lekin bu davolamaymiz degani emas. Bu boshqa usul tanlaymiz. Avval tayyorlaymiz, xavfini kamaytiramiz. Kengash qilib qaror qilamiz degani bo'lishi kerak. Odamlarni eng ko'p g'azablantiradigan holat shuki. Ayrim joylarda tushuntirish yetarli bo'lmaydi. Masalan, shifokor sizning yoshingiz katta, operatsiya qila olmaymiz deb qisqa gapirib qo'yadi. Bemor va qarindoshlar buni 6 oydan keyin kerak emasmiz deb qabul qiladi. Aslida shifokor bemorning yuragi narkozga chiday olmasligini, qon ivishida muammo borligini, operatsiyadan keyin reanimatsiya xavfi yuqoriligini aytish kerak edi. Agar u buni yozma va tushunarli tushuntirmasa, nizoning ildizi mana shu yerda boshlanadi. Endi kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak, buni alohida tushuntiraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda sizga davolanish yo'q degani emas. Aksincha, keksalarda profilaktika, tekshiruv, dori tanlash, reabilitatsiya yanada muhim bo'ladi. Chunki bu yoshda bitta kasallik alohida yurmaydi. Ko'pincha odamda bir vaqtning o'zida qon bosimi, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, yurak ishemik kasalligi, buyrak yetishmovchiligi yoki ko'rish muammosi bo'ladi. Masalan, 63 yoshli erkak ko'krak sohasida og'riq bilan tez yordam chaqirdi. Unga yoshingiz o'tibdi, uyda yoting deyish mutlaqo noto'g'ri. Ko'krak og'rig'i infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda EKG, qon tahlillari, troponin, bosim, puls, kislorod darajasi tekshirilishi kerak. Agar infarkt gumoni bo'lsa, bemor yoshidan qat'iy nazar shoshilinch yordam olishi kerak. 63 yosh bu yerda rad etish sababi emas, balki xavfni jiddiyroq baholash uchun signal. Yana bir misol. 72 yoshli ayolda tizza bo'g'imi yemirilgan, yurishi qiyinlashgan. U endoprotez operatsiyasini xohlaydi. Shifokor darhol yo'q, yoshingiz katta desa, bu noto'g'ri yondashuv. To'g'ri yondashuv shunday bo'ladi. Kardiolog ko'rigi, anesteziolog xulosasi, qand miqdori, gemoglobin, qon bosimi, buyrak faoliyati tekshiriladi. Agar xavf juda yuqori bo'lsa, operatsiya kechiktirilishi yoki konservativ davolash tanlanishi mumkin. Lekin qaror pasportdagi yosh bilan emas, tibbiy ko'rsatkichlar bilan asoslanishi kerak. 3-misol, bekkim yoshli bo'yining o't tufagida tosh bor, og'riq qaytalanyapti. Qarindoshlar uni jarrohlikka olib keladi. Shifokor esa bunday yoshda operatsiya qilmaymiz deydi. Bu gapning o'zi yetarli emas. Agar buda o'tkir yallig'lanish, isitma, qon tahlillarida kuchli o'zgarishlar, peritonit xavf bo'lsa, jarrohlik hayotni saqlab qolishi mumkin. Agar holat surunkali bo'lsa va hozir xavf katta bo'lmasa, dori, parhez, kuzatuv tanlanishi mumkin. Farq juda katta. Birda operatsiya zarur, ikkinchisida operatsiya xavfi foydasidan ko'p bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchraydigan yana bir holatni aytaman.
Odamlar shifoxona qabul qilmadi dedi. Lekin sababini aniqlasak, ularda yo'llanma bo'lmagan. Hujjatlar to'liq bo'lmagan yoki bu shifoxona aynan shu kasallik bo'yicha ixtisoslashmagan bo'ladi. Masalan, nevrologiya bo'limiga yurak yetishmovchiligi og'irlashgan bemor olib kelinsa, u yerda joy bo'lsa ham, uni kardiologiya yoki reanimatsiyaga yuborishlari mumkin. Bu rad etish emas, to'g'ri yo'naltirish bo'lishi mumkin. Lekin muammo shundaki, bemorga nega degan savolga aniq javob berilmasa, u o'zini kamsitilgandek his qiladi. Kimlar albatta hushyor bo'lishi kerak? Birinchi navbatda surunkali kasalligi bor keksalar, qandli diabetda oyoqda yara paydo bo'lsa, uni oddiy yara deb yurmaslik kerak. 35 yoshli odamning oyog'ida kichik yara 2 hafta bitmasa, bu qon aylanishi buzilgani. Ikkinchi guruh qon bosimi tez-tez bildag'atimidan oshadiganlar. Yoshi katta, bosimi shunaqa bo'ladi degan gap xavfli. Uchinchi guruh xotirasi pasaygan. Yiqilib tushadigan, birdan gapira olmay qoladigan yoki qo'l oyog'i uvishadigan bemorlar bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar shifokor muolajani rad etmay, avval qo'shimcha tekshiruv so'rayotgan bo'lsa, bu ko'pincha to'g'ri. Masalan, 68 yoshli bemorga oddiy ko'z operatsiyasi rejalashtirilgan, lekin qand miqdori 15 chiqdi. Shifokor operatsiyani 10 kunga surdi. Bu kamsitish emas. Xavfsizlik, chunki qand yuqori bo'lsa, yara yomon bitadi, infeksiya xavfi oshadi. Yoki 75 yoshli odamga narkoz oldidan kardiolog xulosasi so'raldi. Bu ham ortiqcha talab emas, bemorning hayotini himoya qilishdir. Endi eng muhim savol: maxfiy buyruq bormi? Men masalaga mas'uliyat bilan yondashaman. Agar kimdir atamin yoshdan keyin davolamanglar degan rasmiy yoki norasmiy ko'rsatma bor desa, buni hujjat bilan isbotlash kerak. Tibbiyotda protokollar, buyruqlar, klinik tavsiyalar bo'ladi. Lekin ular odatda kasallik, xavf darajasi, resurs, tibbiy ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar haqida bo'ladi. Faqat yosh asosida davolashdan bosh tortish tibbiy etika va bemor huquqlariga zid. Lekin bu muammo yo'q degani emas. Muammo bor, faqat uni to'g'ri nomlash kerak. Birinchi muammo resurs yetishmasligi. Ba'zi shifoxonalarda joy kam, apparat band, mutaxassis yetishmaydi. Shunda og'irroq bemorlarga ustuvorlik beriladi. Masalan, reanimatsiyada 6 ta joy bor, 10 ta bemor kelgan. Shifokor kimning hayoti ayni paytda ko'proq xavf ostida ekanini baholaydi. Bu juda og'ir qaror. Lekin bunday qarorda ham yosh yagona mezon bo'lmasligi kerak. 7 yoshli bemor 25 yoshli bemordan yaxshiroq tiklanish imkoniga ega bo'lishi mumkin, agar uning umumiy holati barqaror bo'lsa. Ikkinchi muammo noto'g'ri kommunikatsiya. Shifokorlar band, charchagan kuniga o'nlab bemor ko'radi. Lekin bu bemorga qo'pol gapirishga haqqi bor degani emas. Sizga endi nima kerak, yoshingiz o'tibdi. Uyingizda yoting. Bunday yoshda foydasi yo'q kabi iboralar odamni sindiradi. Mutaxassis sifatida men aytaman. Bemorga qaror tushuntirilishi kerak. Agar davolash usuli tanlanmasa, sabab yozilishi kerak. Agar boshqa muassasaga yuborilsa, qayerga va nima uchun yuborilayotgani ko'rsatilishi kerak. Uchinchi muammo: qarindoshlarning ham ba'zan noto'g'ri kutishi. Masalan, ayng-mayng davri kutishi. Otasin 5 yoshli bemorda yurak yetishmovchiligi, nafas yetishmovchiligi va og'ir insult bo'lishi mumkin. Qarindoshlar hamma narsani qilinglar deydi. Shifokor esa ayrim agressiv muolajalar bemorga foyda bermasligi, aksincha azobini oshirishi mumkinligini tushuntiradi. Bu holatda gap davolanmaslik haqida emas, tibbiy foyda va zarar nisbatini bog'lash haqida ketadi. Palliativ yordam ham davolashning bir qismi. Og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, bosimni nazorat qilish, parvarish qilish, yara profilaktikasi, ovqatlanish tashkil qilish ham tibbiy yordamdir. 4-nozik jihat: operatsiya qilmaymiz bilan umuman yordam bermaymiz bir xil emas. Operatsiya xavfli bo'lishi mumkin, lekin dori bilan davolash, reabilitatsiya, fizioterapiya, parhez, kuzatuv, og'riqsizlantirish, hamshiralik parvarishi davom etishi kerak. Agar bemorga faqat bir usul mos kelmasa, boshqa yo'l izlanadi. Shifokorning vazifasi yo'q deyish emas, qaysi yo'l xavfsizroq va foydaliroq degan savolga javob topish. 5-jihat: hujjatsiz gap havoda qoladi. Ko'pchilik odam shifoxonadan ranjib chiqadi. Uyga boradi, qarindoshlarga aytadi, ijtimoiy tarmoqqa yozadi, lekin qo'lida birorta yozma rad javobi bo'lmaydi. Ertaga tekshiruv bo'lsa, shifoxona biz rad etmadik, faqat qo'shimcha tekshiruvga yubordik deydi. Shuning uchun har bir muhim gapni hujjatga tushirish kerak. Og'zaki bas ko'p hollarda natija bermaydi.
Ba'zi holatlarda shifokor muayyan muolajani qilmaslikka haqli bo'ladi. Masalan, bemorda operatsiyaga mutlaq qarshi ko'rsatma bo'lsa, bu yurakning o'ta og'ir yetishmovchiligi, nazorat qilinmayotgan infeksiya, juda past gemoglobin, og'ir qon ivish buzilishi, narkozga yuqori xavf bo'lishi mumkin. Lekin shifokor buni yoshingiz katta deb emas, aniq tibbiy sabablar bilan izohlashi kerak. Yana bir holat, bemor o'zi davolanishdan bosh tortadi, ba'zan keksa odam dorini ichmaydi, shifoxonada yotishni xohlamaydi, operatsiyadan qo'rqadi. Qarindoshlar esa shifokor davolamayapti deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda bemorning roziligi, tushuntirish berilgani rad etish hujjati juda muhim. Agar bemor aqliy jihatdan qaror qabul qila oladigan holatda bo'lsa, uning xohishi hisobga olinadi. Yana bir nozik masala, pulli va bepul xizmatlar farqi. Ayrimlar bepulga qabul qilmadi, pulliga chaqirdi deb shikoyat qiladi. Bu juda jiddiy holat. Agar bemorga davlat kafolatlagan xizmat bepul ko'rsatilishi kerak bo'lsa, uni asossiz pulli xizmatga yo'naltirish mumkin emas. Lekin ayrim tekshiruvlar navbat asosida, ayrimlari esa xususiy markazlarda tezroq bo'lishi mumkin. Farqni bilish kerak. Xohlasangiz tezroq pullik qildirasiz boshqa. Bepul davolamaymiz, faqat pulga deyish boshqa. Keksalarda dori masalasi ham alohida. 6 yoshdan keyin odam bir vaqtning o'zida 5 yoki 8 xil dori ichishi mumkin. Bitta dori bosimga, bittasi qon yurakka, bittasi qon suyultirishga. Agar shifokor yangi dori yozsa, eski dorilar bilan mosligini tekshirish kerak. Masalan, qon suyultiruvchi ichayotgan bemorga ayrim og'riq qoldiruvchi dorilar oshqozondan qon ketish xavfini oshiradi. Shuning uchun shifokor bu dorini ichmang desa, bu ham davolamaslik emas, xavfni kamaytirish bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada yoshingiz katta, davolamaymiz degan gapni eshitsangiz nima qilasiz? Birinchi qadam. Hissiyotga berilib baqirmang, lekin jim ham ketmang. Tinch ohangda shifokordan aniq savol so'rang. Davolashdan bosh tortish sababi nima? Bu yosh sabablimi yoki tibbiy qarshi ko'rsatma bormi? Shu savolning o'zi ko'p narsani oydinlashtiradi. Ikkinchi qadam, yozma xulosa so'rang. Iltimos, tashxis, tavsiya va rad etish sababi bo'lsa, tibbiy hujjatda yozib bering deng. Agar boshqa shifoxonaga yuborishsa, yo'llanma so'rang. Agar qo'shimcha tekshiruv kerak deyishsa, qaysi tekshiruv, nima uchun kerak, qachon qaytib kelish kerakligini yozdiring. Og'zaki borib keling degan gap bemorga yordam bermaydi. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, tibbiy karta, oldingi tahlillar, UZI, EKG, rentgen, MRT, KT javoblari, dorilar ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi. Tez yordam chaqirilgan bo'lsa, chaqiruv varaqasi yoki ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Keksalarda dorilar ro'yxati ayniqsa muhim. Qaysi dorini necha milligram, kuniga necha mahal ichayotganini yozib boring. 4-qadam. Bo'lim mudiri yoki mas'ul shifokor bilan gaplashing. Har doim birinchi shifokor bilan tortishish shart emas. Men vaziyatni tushunmoqchiman, iltimos bo'lim mudiri bilan gaplashsam deng. Ko'p masalalar shu yerning o'zida hal bo'ladi. Chunki ba'zan bir shifokorning ifodasi noto'g'ri bo'ladi. Rahbar esa holatni boshqacha tushuntirib beradi yoki boshqa yechim taklif qiladi. 5-qadam. Agar shoshilinch holat bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Ko'krak og'rig'i, nafas qisishi, hushdan ketish, insult belgilari, kuchli qon ketish, yuqori isitma bilan holsizlik, og'ir jarohat, qand keskin tushib yoki ko'tarilib ketishi, bosim juda yuqori bo'lishi shoshilinch holatdir. Bunday vaziyatda tez yordam chaqiring va bemor 6 yoshdan oshgan deb emas, aniq belgilarni ayting. Ko'kragi og'riyapti, chap qo'li uvishyapti, gapira olmayapti, nafas olishi qiyin, hushi chalkash. 6-qadam, shikoyat yozish kerak bo'lsa, uni to'g'ri yozing. Shikoyatda hissiy haqorat emas, faktlar bo'lishi kerak. Qaysi sana, qaysi shifoxona, qaysi bo'lim, qaysi shifokor yoki qabulxonasi, bemorning yosh shikoyati nima deyildi, qanday yordam ko'rsatildi yoki ko'rsatilmagan, siz nima so'radingiz, ular nima javob berdi. Masalan, 2025-20 kuni soat 15. O'timda onamni qabul bo'limiga olib bordik. Shikoyati nafas qisishi va bosim, mezoksin miyoz. Bizdan hujjatlar olindi, lekin shifokor yoshlari katta, uyga olib ketinglar dedi. Yozma xulosa berilmadi. Holatni tekshirib, rasmiy javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, shikoyat aniq ko'riladi. 7-qadam, dalillarni saqlang. Tibbiy hujjatlar nusxasi, retseptlar, analizlar, yo'llanma, rad javobi, tez yordam varaqasi.
shifoxona qabulidagi qoidalar kerak bo'ladi. Audio yoki video yozuv masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Chunki qonuniy tartiblar bor. Lekin siz o'zingiz uchun vaqt, joy, gaplashgan odamlar ismi, guvohlar. Aytilgan gaplarni darhol yozib qo'ysangiz, keyin esdan chiqmaydi. 8-qadam, ikkinchi tibbiy fikr oling. Agar sizga operatsiya mumkin emas deyilsa, bu har doim ham yakuniy hukm emas. Boshqa mutaxassis, boshqa markaz, ixtisoslashgan klinika xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa murakkab jarrohlik, onkologiya, yurak operatsiyasi, ortopediya, nevrologiya va reanimatsiya masalalarida ikkinchi fikr juda foydali. Lekin ikkinchi fikr olish uchun ham barcha tahlillar tartibli bo'lishi kerak. 9-qadam, profilaktikani kechiktirmang. Men har doim aytaman, 6 yoshdan keyin shifokorga faqat og'ir holatda borish emas, reja bilan borish kerak. Qon bosimini uyda o'lchab daftar tuting. Qandli diabet bo'lsa, qand ko'rsatkichlarini yozing. Yiliga kamida bir marta umumiy qon tahlili, siydik tahlili, qand, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari EKG. Ko'z tekshiruvi kerak bo'lsa, uzi qildiring. Erta aniqlangan muammo arzonroq, xavfsizroq va samaraliroq davolanadi. 10-qadam, keksani yolg'iz yubormang. Bu juda muhim. 7 yoshli odam shifokor oldida hayajonlanishi, savollarni unutishi, dorilar nomini adashtirishi mumkin. Qarindoshlardan biri yonida bo'lsa, savol beradi, yozib oladi, hujjatni tekshiradi. Lekin qarindosh ham shifokorga bosim qilmasdan, hamkorlik ruhida gaplashish kerak. Maqsad janjal emas, bemorga yordam olish. Men sizlarga yana bir amaliy usulni tavsiya qilaman. Bemor papkasi qiling. Oddiy papkaga barcha tahlillarni sana bo'yicha joylang. Birinchi varaqda bemorning ismi, tug'ilgan yili, asosiy kasalliklari, doimiy ichadigan dorilari, allergiyalari, yaqin qarindosh telefon raqami yozilsin. Shoshilinch holatda bu papka shifokorga 10 daqiqada butun tarixni ko'rsatadi. Bu oddiy narsa, lekin hayot saqlab qolishi mumkin. Agar shifokor sizga tibbiy xavfni tushuntirsa, uni ham tinglang. Har bir rad javobi yomon niyat emas. Masalan, 78 yoshli odamga murakkab operatsiya qilinsa, operatsiyadan omon chiqishi mumkin. Lekin keyin 2 oy reanimatsiyada yotishi, infeksiya olishi, mustaqil yura olmay qolishi mumkin. Ba'zan eng to'g'ri qaror agressiv davolash emas, hayot sifatini saqlab qolish bo'ladi. Lekin bu qaror bemor va oila bilan ochiq, hurmatli suhbatda qabul qilinishi kerak. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, 6 yoshdan keyin inson davolanish huquqini yo'qotmaydi. Yosh muhim tibbiy omil bo'lishi mumkin. Lekin davolashdan bosh tortish uchun yagona sabab bo'la olmaydi. Agar muolaja xavfli bo'lsa, shifokor buni aniq tibbiy dalillar bilan tushuntirishi, hujjatda ko'rsatishi va boshqa yordam yo'lini taklif qilishi kerak. Agar siz yoshingiz katta, davolamaymiz degan gapni eshitsangiz, yozma xulosa so'rang, hujjatlarni yig'ing, bo'lim mudiri bilan gaplashing, zarur bo'lsa rasmiy shikoyat yozing va ikkinchi fikr oling. Eng muhimi, keksalarni himoyasiz qoldirmang. Ularning og'rig'i, qo'rquvi, savoli va huquqi bor. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Shifoxonada yoshingiz yoki yaqinlaringizning yoshi sababli rad javobini eshitganmisiz? Izohlar yozing. Chunki ommaviy tajriba ko'p narsani ochib beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingiz uchun juda zarur bo'lib qolishi mumkin.